qilishni avtomatlashtirish darsimizningki yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz oldingi darsimizda driver sinfini qurib o'tgandik va getDriver deb bir metodni qurib, bu metod orqali biz har xil driverlarni qurib chiqqandik. Ya'ni bu yerda browser name'i Chrome bo'lsa Chrome'ni, agar Firefox bo'lsa Firefox'ni, Opera bo'lsa Opera'ni qurib o'tishni o'rganib o'tgandik. Endi bugungi darsimiz bo'lsa biz yangidan bir narsani o'rganib o'tamiz. Undaqda biz yangi darsimizga kirib ketaylik. Avval men bir package'dan birini quray. Bu yerga day 4 deb 4-kun deb yozay. Yozgandan keyin bu yerga yangidan bir Selenium 0 test 01 deb sınıfdan birini qurdim. Bu sınıfni qurgandan keyin men bu yerga main metoddan birini yozay. Biz hozir kodlarimizni shu main metodning ichiga yozamiz. Keyin testing yoki JUnit degan shu testing framework deganlarni o'rgangan vaqtida biz o'rganib bo'lganda test degan shu annotation ya'ni belgini ishlatib turib shuning ichiga yozamiz. Hozircha main metodning ichiga biz kodimizni mishada yozib turamiz. Avval men bir torbatdan birini açay. Biz shu torbatni avtomatlashtirish uchun bir sınaq torbat bor. qademo.com profile deydigan bir torbat bor. Biz shu torbatni ishlatib shu Seleniumni o'rganib o'tamiz. Qaraydigan bo'lsak, demo qa checkit.com yantusizlik profile. Biz shuningga kirib, shu torbatni ochib, bu yerdan elements deganni besib, elementsni bosgandan keyin text boxni bosamiz. Text boxni bosgandan keyin bu yerga full name, ya'ni to'liq ismi, email adresi, hozir turayotgan ya'niki adresi, buningki shu doim ishlatgan mangulik adresi degandek o'shadagi to'rttal o'rinni to'ldirib chiqamiz. To'ldirib chiqqandan keyin submit deganni bosamiz. Bu yerga masalan uyg'ur deb yozay. Uyg'ur deb yozdim. uyg'ur@gmail.com deb yozdim. Uyg'ur deb mega adres yozdirgan yerga uyg'ur deb yozib turdim-da. Bu adresni bu yerni to'shqizgandan keyin submit deganni bossaq, qaraydigan bo'lsak, ostiga name uyg'ur, emaili uyg'ur@gmail.com, current address deganga uyg'ur, permanent address deganga uyg'ur degan xat chiqadi. Biz shuni qilishni bugun o'rganib o'tamiz. Bu ya'ni text boxga xat kirgizish, submitni bosish, bosgandan keyin shu chiqqan xatni elishni bugungi darsimizda o'rganib o'tamiz. Undaqda biz kod yozishga boshlab ketaylik. Avval men mau torbatni bir yanglab miyaga biz shu ismlarni yozdik. Undaqda biz avval nima qilaylik? Bir WebDriver'dan birini qurib olaylik. WebDriver undan biz oldingi darsimizda o'rganib o'tgan, ya'ni qurib chiqqan driver.getDriver degan shu metodimizni, ya'ni tayyor driver klassimizni, ya'ni sinfimizni ishlatib bir driver qurib chiqaylik. Bu uning kiradigan bo'lsak, bu mana Chrome driverni qurib berdi. Ya'ni Chrome shu tor ko'rgazgichni bizga ochib berdi. Biz bu yerda shu mayadagi system set property WebDriver driver tang new Chrome driver deganni qurishni yo'lini qisqartdik. Bu driver klassninki ishlatish usuli. Biz keyin shu Maven degan narsani o'rganib o'tgandan keyin shu vaqtida bu yerda set property degandek narsalarni ishlatmay, tayyor dependency, ya'ni sirtdan shu dependencylarni qo'shib, shu orqali bu kodimizni texnik ixcham holatga keltiramiz. Şu an vaqtincha hozir kodimizni may shaklda yozib turdik. Biz getDriver deb shu driver klassimizni qurib oldik. Qurib olgandan keyin biz endi driver.get deganni bosib,
Bu yerga tor betninki adresini yazdık. Get degan ma'lum bir tor betni echish uchun ishlatdik. Biz bu yerda bayam açkan mağ tor betimizni açımız. Demo QA checkit.com yantusuzluq profile degan mush tor betni açımız. Bu tor betni açgandan keyin biz nima ish qilamiz deganda bu yerda web elements deganni basimiz. Web elementsni basgandan keyin text box deganni basimiz. Bu tor bet ochilganda ma shaklda ochildi. Web elements form alert widgets degandek mushu tizimliklar ochildi. Biz bunun birincisini besib, birinchisidan text box deganni besishimiz kerak. Biz mushu mashg'ulotni qilamiz. Bu yerda biz avval mushu elements degan shu xatninki o'rnini topamiz. Uni topgandan keyin text box'ni topamiz. Text box'ni topgandan keyin bu yerdagi mau yerlininki shu web elementning o'rnini topib chiqamiz. Shunga biz shu inspect deganni açamiz. Inspectni qanday açdım deganda mouse'ning o'ng knopkasini besib inspectni yozib basimiz. Bu yer bizningki shu torbet elementimizni tepish o'rni. Biz bu yerni ochgandan keyin bu yerga Ctrl F yoki Mac'da Command F'ni bassak ma ostida mana bu yerda mana ochildigan yer besildi. Bu ast taraf bo'ldi. Yan taraf chiqarish uchun miyani bassak mana bu yerda har xil shakllar bor. Solga, o'ngga, ostiga degandek. Men masalan o'ngga bassam, mana o'ngga basgan vaqtida bu o'ng taraf kelib miyaga keldi. Endi biz mishaga o'zimizniki XP'sini yozsak bo'ldi va yoki miyaga kelib mau elements deganni bosgan bo'lsak, bu elements header text deganning ichida ekan. Header textning ichida mana qaraydigan bo'lsak, span bar ekan, elements degan shu header textiga oidkan. Biz mushuni tepib, mushani besishimiz kerak. Undaqda biz bu inki mushu elementni tepib chiqaylik. Buni XPath bilan topadigan bo'lsak, XPath'da yantusuzluq bilan boshlaydik. Endi biz class bilan basayli desak, bu header text'dan bir qanchasi bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, bir qancha har xil header textlari bo'ldi. Mesela miyaga bassam 6 ta header text bor ekan. Shuningga biz class ismini header text deb ham izlasak, bu elementning 6si bo'lg'ashqa bir qancha elementni tepishga to'g'ri keldi. Biz mushuning ichidan birinchisini topamiz. Endi biz avarchilikdan saqlanish uchun avval div deb yozdik. Nimishqa deganda bu header text degan divga oidkan class ismi header text. Biz bu yerga add class header text degan mau class ismini elib yozdik. Yozgandan keyin bu qaraydigan mana 6 tani topdi. Endi biz buning ichiga mushu textni elements bo'lganini topamiz. Shuningga class ismi header text and degan va degan gap cho'qim ikkishar qanoatlantirish kerak. Textni elements deganni tepishimiz kerak. Elements. Bu yerda textdan keyin check mau tang belgisi bor. Tang belgisini basgandan keyin shu elements deganni yozamiz. Bu yerda s qilib qoldi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu bir elementni topdim bu yerda. One of one deydi. Ya'ni bir elementdan birisi. Agar biz mau shartni qo'shib yozmasak, buningda 6sidan birisi chiqdi. Ya'ni 6 element bor degan gap. Shunga biz bu 6 elementdan birisini tepish uchun shartimizni texmo kuchlantirishimiz kerak. Kuchlantirib and text elements degan mushu elementni topamiz. Topsak bu elements degan miyadagi mau ya'ni topadi. Biz bunu topgandan keyin text box kiramiz. Endi mau XPath'ni biz mushu Ctrl C yoki Command C'ni bassak bo'ldi va yoki mousening o'ng knopkasini besib copy deb buni kopiya qilib olsak, ko'chirib olib, undan miyaga yozamiz. Endi biz web elementni belgilaymiz. Web element anandan keyin biz bu
Biyege header dep yazaylı. Header dep şu miyadaki tizimlikniki isminde header. Ondan driver dot aldığınki dersimizde biz element depişte driver dot find element deganni işildirganligimizni sözlep o'tdik. Biyege by deganni al yazımız. By'ni yazgandan keyin xpath yazdık. Şu an xpath'imizni biyege yazımız. Bunu yazgandan keyin qaraydigansak qizdirib oldi. Bu web element deganni texi import qilamiz. Şuna biz web elementini import qilamiz. Bu header'ni topgandan keyin header'ni nima qilamiz? Header dot click. Şu header'ni click qilish kerak. Click qilib bo'lgandan keyin bu yerda endi biz text box'ni tepib text box'ni topamiz. Qaraydigansak text box'ninki span ekan elementi, buningki text ekan. Text deb izlab baqilay class ismi qancha tal bor ekan. Qaraydigansak 50 tal text ismlik narsa bor ekanda. Endi biz bu yerda bu ishni osonlashtirish uchun texmo osonlashtirish va to'g'ri qilish uchun bu yerda biz shu elementniki text box'i ya'ni text degan shu xetini alaylik. Bu xetini biz qaraydigansak bu spanninki text'i nima bo'lishi kerak? Text'i tang yalan tırnak anandan keyin text box desek shu text box'ni topdik. Biz bu text box'ni topdik. Qaraydigansak one of one ya'ni bir elementni topdik. Bu yerga web element text box deb yazdik. Driver da find elementni topilgan by dot xpath deb shu bayamqi topganni biz ko'chirib olgandik. Ko'chirib olib bu yerga chapildik. Ya'ni text box driver degan shu web driverni topdi. Buning find element degan shu element topadi. Bu bir by deganni oladi. By deganni elib andan keyin byning ichida xpath'ni yozdik. Bu yerda har xil bor. Masalan name, class name degandek oldingi darslarimizda o'rganib o'tgandik. Biz hozir xpath yozganligimiz uchun xpath'ni chaqirdik. Text box'ni tepib buni nima qilamiz? Click qilsak bizga mau shaklda mau bat ochildi. Bu bat ochilgandan keyin biz endi bu yerga full name, email, current address, permanent address deganlarniki endi buni o'rnini topaylik. Qaraydigansak bu yerda mani bosish orqali biz elementni topalaydik. Mani bossak qaraydigansak input bu to'g'ri. Auto complete deydi. Placeholder, full name, text and then idc mana bu yoqqa tortib o'tay. Qaraydigansak username ekan. idc username ekan. Biz shu username'ni chaqirib, ya'ni id'ni ishlatib turib, bu yerdagi mavu inputniki o'rnini topalaymiz. Buni yana web element username tang driver dot find element by dot id ya'ni id bo'lganligi uchun id'ni yozamiz. id'si nimti? id'si qaraydigan bo'lsak username. Mana username mouse'ni 10 knopkasini bosib copy qilib ekilib bu yerga paste qilsam bo'ldi yoki control c control v copy paste degan shuni ishlatsak bo'ldi. Endi bu username topdi. Topgandan keyin username'ga biz nima qilishimiz kerak? Bir ism berishimiz kerak. Ya'ni ma inputga bir narsa yozishimiz kerak. Buni bu yerga yozish uchun biz send key degan metodni ishlatamiz. Bu shu yerdagi inputga xat avatadi. Biz bu yerga Uyg'ur IT deb yozaylik. Uyg'ur IT deb yozdik. Bu xat bu yerga keldi. Endi biz email, current address, permanent addressnikini yozib chiqaylik. Men mani ko'chirib bu yerga 4 talni ekib oldim. 4 talni ekilib birsiga bu yerga user email deb yozay. Bu emailsini qildi. Ondan keyin user current address deb yozay. Shu ishlatgichning hozirgi adresi user permanent
permanent address deb yozdim. Endi biz bu yerga mushlarninki ID'si bilan topaylik. Qaraydigan bo'lsak, buningki miyaga tanlaydigan bo'lsak, bunun ID'si user email ekan. Şu an user emailni ekeldik. Current address'nikini topaylik. Bu text areası qaraydigan bo'lsak, buningki ID'si current address ekan. Bu yerga current address deb yozay. Ondan ma asli permanentnikiga tanlab permanent address degan ID'sini ko'chirib ekeldim. Ekelgandan keyin biz bu yerga send keys orqali xat avatmiz. Endi emailsiga masalan uyg'urit@gmail deganni avatsin, ya'ni to'shqizsin dedik. Endi keyin adressga Istanbul Turkey deb yozdik. Permanent adressiga Istanbul Turkey deb bu adresni bu yerga yozdik. Endi bu yerga hamma narsani to'shqiz bo'ldik. To'shqiz bo'lgandan keyin nima qilamiz? Submit deganni bosamiz. Submitni bosish uchun submit deganni shu button bu. Buttonni bosamiz. Qaraydigan bo'lsak, buningki ID'si submit ekan. Biz mani ko'chirib akilib bu yerga yozib, ma ismini submit button deb yozay. Yozib bu yerniki ID'si qaraydigan bo'lsak, submit ekan. Submit deb yozdim. Ondan biz bu yerga xat avatmaymiz. Bu biz mani bosamiz, ya'ni bu yerga klik qilamiz. Ya'ni submit buttonni klik qilamiz. Klik qilsak bu shu hamma ya'ni to'shqiz bo'lgandan keyin shu submit button, ya'ni bu yerga submit degan xatni bosadi. Bosgandan keyin bu ostiga bayamqi ko'rsatganimdek chiqadi. Endi qani mana bir ijro qilib boqaylik. Buni ijro qilish uchun mouse o'ng knopkasini bosib run as Java application desam bo'ldi. Bu yerni bosa olayman yoki bu yerdan mani bossammi bo'ldi. Bu ikki xil ishlatish usuli. Qaraydigan bo'lsak, mana torbat ochildi. Torbatni ochdi. Ochgandan keyin bu yerdan elements text box deb bu yerga xatlarni yozdi. Qaraydigan bo'lsak, bu bir yergalam yozib yetibdi. Qaraganda biz kodimizni xatolik bor ekan, men o'chirib o'tay. Qaraydigan bo'lsak, username hamsiga username deb to'xta. Yani o'zgartmasak bu bir yergalam avatadi. Şu an mayani o'zgartirib etishimiz kerak. Mana o'zgartirib etdik. Endi qaytadan run as qilsak bo'ldi. Bayan biz bu yerdagi ko'chirganligimiz uchun username bo'yicha qilib qolganlik uchun bir yergalam avatdi. Undaqda qaytadan buni mang'uzay. Mana qaraydigan bo'lsak, mana bu yerga hozir bu to'shqizildi. Hozir endi bu yerga to'shqizib bu yerga chiqdi. Endi biz bu yerdagi xatlarni elishni ko'raylik. Mana o'chirib o'tay. O'chirib o'tib bu yerga men yozay. Masalan, uyg'urit@gmail.com Istanbul Türkiye deb yozay. Istanbul Türkiye deb yozib, bu submit qilgandan keyin bu miyaga chiqdi. Endi biz mishadagi shu adreslarninki o'rnini, ya'ni shu xatlarni topaylik. Bunimi yana shu xatni bunda tanlab qarasak, name, email, current address, permanent address deb bor ekan. Buningki qarayamsak, ID'lari biz miyada ishlatgan ID'ga sal o'xshab ketkirak. Mau birinchi ikkinchisi o'xshamaydi ekan. Buni biz ishlasak bo'lgan name, email address deb. Mau current address bilan permanent address o'xshashganda biz bu o'xshashni ishlasak, miyadagi birinchi miyadagi current address bilan permanent addressni bizga tep berish mumkin. Şu an biz bu yerga o'xshamaydigan bir narsa yozaylik. Ammo birinchisi bilan ikkinchisini biz
ID'ni ishlatib qilsak bo'ldi. Endi biz bu yerga yana miyadikini ko'chirib bilan akilay. Mani ko'chirib akilay. Bu miyaga name deb yozdim. ID'si qaraydigan bo'lsak, name email ekan. Ikki tal name deb yozdim. Bu name bo'ldi. Ondan bu yerga email deb yozay. Email keldi. Yani email deb o'zgartdim. Endi biz ikki tal adres borda. Miyaga current address permanent address deb ikkisini yozdim. Hozir ma ikkisininki ID'si o'xshamaydi miyadikisi bilan. Shunga uni ishiltalaymiz. Miyada qaraydigan bo'lsak, bu ikkisi o'xshash ekan. Burun biz ishlatgan miyadiki bilan o'xshashgan current address, permanent address deganlar. Shunga biz bu yerga express yozaylik. Expressni qanday yozdik? Biz expressni bu p ekan. Mala inputdi. Ma qaraydigan bo'lsak, mana egasak bu yer ID'si username deganlar, mau user email deganlar, mau text area, mau text area ekan. Endi bu miyadisi qaraydigan bo'lsak, miyadikisi p ekan, yani paragrafdagi p ekan. Shunga biz bu yerga yantusizlik p qilib add id qilib express yozaylik. ID'siga current address deb yozay. Yazib qarasam miyadikini topdik. Endi biz buni miyaga o'zgartaylik. Bu miyaniki ID emas, expressga o'zgartimiz. Ma'la express bo'yicha bo'ldi. Express. Endi miyaga ma'ni yozib, bu permanent address deb bu yerdagi ID'ni elib copy qilsak bo'ldi. Ya Ctrl C, Ctrl V ni ishlatsak bo'ldi. Biz miyadagi adresini manda o'zgartib etsak, bu current address bilan permanent address'dagi, ya'ni miyadagi Istanbul Turkiya degan mau permanent address Istanbul Turkiya bilan current address Istanbul Turkiya degan ikkisini oladi. Ma'lada ID'si mau miyadagi ID bilan o'xshamagan bo'lganligi uchun buni biz ID'ni ishlatdik. Miyada qaraydigan bo'lsak, o'xshash bo'lganligi uchun bu ID'ni ishlatsak, bu ID'si o'xshash bo'lganligi uchun bizga ko'p xil ID, ya'ni web element uchrab qolganligi uchun bu yerda buning sal beshi ketib qoldi. Shunga biz shu expressni yozdik. Endi biz miyadagi name, email address, name, email, current address, permanent address'dagi yozgan xatimizni biz epaqili. Buni qanday olamiz deganda, avval bir print qilib baqili. Biz sys out, ya'ni system out print elan degan, ya'ni print qildigan. Biz bu web elementdi. Endi biz bu web elementni ishlatib buningki xatini olamiz. Ya'ni name.get text degan bir method bor. Bu method mishadagi mushu elementninki textini oldi. Ya'ni bu element topdi. Buning texti permanent address Istanbul Turkiya degan mushu. Bu get text oldu. Biz name.getText orqali miyadagi Uyg'ur name qo'shchekit Uyg'ur IT deganni topalaymiz. Endi system out printni miyaga aklay, ammisini akaldim. Bir bo'shliq tashvitay. Bo'shliq tashvitib. Undan biz miyadagi ismini o'zgarsak bo'ldi. Email getText, current address getText, permanent address getText. Bular shu biz kirgizgan xatlarni tepib chiqadi. Ya'ni avval shu yerdagi element topdi, element topib shu elementninki textini, ya'ni xatini oladi. Hammasi o'xshash. Undaqligini ma'lum qilib, mouse'ning o'ng knoppasini bosib run as Java application deb bosdim. Endi bizga shu tor ko'rgazgichni qo'zg'atib, tor betni ichib xatni apperdi. Qaraydigan bo'lsak, mana name Uyg'ur IT, email,
uygurIT@gmail.com, current address Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey permanent address. Yani bizden yazgan şu nimimizni çıkardı. Yani bir yerdeki name uygurIT, email uygurIT@gmail.com, current address Istanbul, Turkey, permanent address Istanbul, Turkey degan müşkatlarını aldı. Endi biz en ahırda driver degan sınıfımızı çaqırıp, bu yerden close driver qilib, şu torbat əmin qilib bolğan keyin torbatni taqashni yazsaq bo'ldi. Qaytadan yazay, ya'ni qaytadan ijro qildiray. Açdı, mana açdı. Qaraydigan bolsaq, mana Uyghur IT, email, current address, permanent address degan biz yazgan xatlar chiqdi. Endi biz keyin buni qanday qilamiz deganda, bu adresini app qo'ydik. App qo'ygandan keyin biz mishada yazgan uyg'urit@gmail.com, Istanbul Turkey degan mushu biz kirgizgan xatlar, miyada chiqqan xatlar shumi emasmi, mushuni tekshirib o'tamiz. Bu bizningki bugungi darsimizdagi asosli maqsadimiz bo'lsa, mushu elementni tepish, elementni topgandan keyin bu aşı elementga xatni to'sqizish bo'lgan xatni klik, ya'ni submit degan knopkani bosish orqali topshirib bo'lgandan keyin ostiga chiqqan mushu xatni elish. Bu bugungi darsimizdagi asosli o'rganmoqchi bo'lgan mazmun. Undaqda keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.